Barchaga salom. Bugun sizlar bilan milliy sertifikatda tusgan ayrim masalalardan chiqaruv yo'llarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi masalamiz natural x ham y sonlar uchun x bilan y ni qo'yamiz 36 ga teng. Ham bizlarda so'ralayotganimiz x plus 3y minus 2 ning eng ulkan ma'nosini hisoblashimiz kerak ekan. Bizlarda bu yerda x bilan y ning natural ma'noslarini birinchi topishamiz. X dan 1, y dan 36. X dan 2, y dan 18. Hammasi to'mendagidek bo'ladi. Endi bizlar har qaysi ma'noslarni tenglikka olib borib qo'yamiz. Ya'ni x plus 3y minus 2 ga qo'yib ma'nosini hisoblaymiz. Birinchi tenglikda bir hisoblab ko'ramiz. X o'rniga 1 da, y o'rniga 36 ni olib borib qo'yamiz. Ya'ni bu tenglikni hisoblasak 107 kelib chiqadi. Ikkinchi tenglikda, ya'ni 2 bilan 18 degan ma'noslarni olib borib qo'ysak, x bilan y o'rniga 54 kelib chiqadi. Demak, bu yerda hammasini hisoblab chiqdik. Demak, ko'rinib turibdi, bu yerda eng ulkan ma'nosimiz 107 bo'ladi. Ya'ni javobimiz bu yerda 107 bo'ladi. Endi ikkinchi masalaga to'xtalsak, bu yerda masalamiz to'mendagi ko'rinishda berilgan. -1, -1 ning 1, -1 ning 2si ketaveradi, -1 dan 225 deydi. Bu masalani qaytib hisoblaymiz desak, bizga -1 dan n ma'noslari qanday bo'ladini bilib olaylik. -1 dan n, ya'ni 1 n jup bo'ladigan bo'lsa 1 bo'ladi. N taq ma'nosiga ega bo'ladigan bo'lsa -1 bo'ladi. Bizlar so'dan foydalanamiz. Bu tenglikni qaytadan bir yozib olamiz, ham to'mendagi qilib hisoblaymiz. Demak, juplarning sonini sanab chiqamiz. Juplarning sonini sanab chiqsak, 225 ni 2 ga bo'lamiz, ham butun bo'lagini olamiz. 1012 bo'ladi ekan. Endi taq sonlar 225 dan 1012 ni olib chiqamiz qat'iy. Demak, bu yerda 1013 bo'ladi ekan. Demak, jup bilan taq sonlarni aniqlab oldik, ham o'rnlarga borib qo'ysak, hisoblasak -1 qo'shilgan 1013 minus 1012 bo'ladi. Ya'ni javobimiz 0 bo'ladi. Hammaga rahmat. Bizning kanalimizga tirkiluvda ham qo'llab-quvvatlovni unutmang.